Hammaga krutoy ko'rinib, mana bunday qora oshentira olgan yaxshimi? Yoki uyga ikkita non olib kiradigan, mana bunday passivniy daromad keltiradigan spes texnika traktor olgan yaxshimi? Men sizga traktorlarda eng optim joyini, bu yog'i Vodiga ketish, bu yog'i Perival Toshkentdan kelish. Mana shu o'rtada joylashgan ushbu joyda Xitoyda ishlab chiqarilgan. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor. Kabinali, kabinasiz variantda ikki xili bor va siz bularni endi kuch-quvvatini va narxini eshiting. Muhammad Ali nech puldan bular? Bizda Lidi, Yuto hamda Fujang motorli traktorlarimizni bez kabina hamda kabinali variantlari mavjud va narxlari 254 modellarimiz 112 million so'm, 304 modellarimiz 115 million so'm, 404larimiz 125 million so'm, 504larimiz 140 million so'm va 125 millionlik varianti bor. 604larimiz esa 190 million so'm bo'ladi. Bular turbo bo'ladi. Men sizlarga endi kabinali variantini qishda ham ishlab soqqa qiladiganini ko'rsatib o'taman. Yomg'ir bo'ladimi, do'l bo'ladimi, sizga qizig'i bo'lmaydi. Ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, bular haqiqiy spes, buni har xil turlari bor. Kabina bu Xitoyda o'zida tayyorlangan va bu yoqqa shumkalari bilan cho'tki holatda kelgan. Haqiqiy zavod va buni konditsioneri, ventilyatori, lyuki va oynalari ochiladi. Juda ham qulay va shinamgina o'tirg'ichi bor. Bular haqida Muhammad Ali o'zingiz. Bu traktorlarimiz Yuto motor bilan jihozlangan bo'ladi. 100 ot kuchli traktor, narxlari 400 million so'm va bu turdagi traktorlarimizning 80 ot kuchlisi ham bor. Narxi 290 million so'm bo'ladi. 604 modeldagi traktorlarimizning narxi 200 million so'm. 504 modeldagi kabinali traktorlarimizning narxi 175 million so'm bo'ladi. Va bizda zavodchika garantiyamiz bo'ladi va bemalol siz zapchastlaridan o'ylanmasligingiz mumkin bo'ladi. Eng arzon joyini qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying, qarindoshlarga jo'nating, chunki manfaatli bo'ladi. Dehqon va fermer akalarimiz mana endi maza qilib olishsa, motorlari quvvatliligi, kuch ko'pligidan ertaga motoristda ham va undan tashqari salarka dizelda ham umuman qiynamaydi. Shuning uchun sizga maxsusini va eng zo'rini tavsiya qilaman. Aloqaga chiqing, to'lov usullari naqd pul, karta, plastik orqali umuman qizig'i yo'q. Pul o'tkazish yo'li orqali ham bo'ladi. Faqat nasiya bilan akalar yo'q variant kreditga. Shuning uchun aloqaga chiqing, pastda raqamni sanab qo'ysangiz bo'ldi.